Mihrobdan chayon. O'zbek romanchisining asoschisi Abdulla Qodiriyning ikkinchi yirik asari. Bir 1929-yil Samarqandda bosilib chiqadi. Roman mavzusi 19-asr hodisalari, xon zamonlari davrasidagi o'zboshimchaliklar ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa-da, unda roman yozilgan davri ruhiy kuchli singdirilgan. Qo'qon xonligi davridagi adolatsizliklar, riyo, zulmni ochib beradi. Anvar va Ra'noning pok muhabbatini timsolida yoshlar taqdirini, Solih Mahmudning soddagina va xonlikdagi korrupsiya tasvirlangan. Asarda mehr timsoli, mihrob yonida yashirilgan chayon xiyonatkorlar fosh etiladi. Asarning asosiy mazmuni adolatsiz jamiyatdagi muhabbat va kurashdir. Bosh qahramonlar Anvar oqil va adolatli, Ra'no go'zal va pokiza, Solih Mahmud Ra'noning otasi soddagina, Azizbek Qo'qon xoni zolim. Bu asarda Anvar va Ra'no bir-birini sevishadi, biroq Xudoyorxonning o'rinbosari Azizbekning noqonuniy ishlari va xoinlarning aralashuvi bilan yoshlar taqdiriga fitna solishadi. Asarda adolatli tarzda yakun topadi, garchi qahramonlar ko'p azob chekishgan bo'lsa-da. Abdulla Qodiriyning Mihrobdan chayon romani o'zbek adabiyotidagi eng sara tarixiy psixolog romanlardan biri hisoblanadi.